erkak ayoliga ruxsat bermadimi uydan chiqishga? Nafaqat otasi, kelinni. Dodasi kelsa uydan chiqmaydi. Dodasi, qabrdagi dodasi tirilib qaytib kela olmaydi. Lekin farazan tirilib keyin nevaram uyga yursa haqqi yo'q. Nikoh, men aytaman doim, nikohlangandan keyin xotin oila qurgandan keyin erni gapi ota-onani gapidan ustun turadi. Bu shariatda shu, islomda shu, musulmonchilikda shu. Boshqada bilmadik endi. Mo'min musulmonmisan boshlanishi, islom bilan bo'lyaptimi? Davomiy shu bo'lsin. Uydan chiqib ketma. Ering ruxsat bermadim, ketma. Otalar, akalar, shoshilmaylik xulosa qilishga. Kelayotgan bo'lsa, nimaga kelyapsan deng. O'zim kelyapman desa, ha mayli, ke o'tir, endi qayt. Hali kelin, kuyov bunday qildi, qaynonam bunday. Uy ishonmang hech qachon. Bukaul mar'a 'inda takhasum laysa bisidq. Ayol kishining tortishuv paytidagi ko'zlaridan oqqan yosh uning rost ekanligini isbotlamaydi. Hamma ayol yig'laydi.